Garo o'ynayman, bunaqa blinchikka hali yeb ko'rmagansiz. Bugun sizlarga krep suzet pishirib beraman. Uni qanaqa chiqqanligini reaksiyamdan bilib olsanglar bo'ladi. Bu videoni Kalle brendi bilan hamkorlikda oldik. Hozir ularda xuddi shunaqa family setga aksiya ketyapti. Aksiya haqida batafsil ma'lumotni izohlarda qoldiraman. Retsept uchun ham Kalle saryog'ini ishlatdim va undan beurre noisette, ya'ni yong'oqli sariyog' tayyorladim. Buning uchun tovaga saryog'ni solib, o'rtalig'ida pishirib olamiz. Natijada saryog'ga yoqimli yong'oqli maza kiradi. Alohida idishda blinchik xamirini tayyorlaymiz. Masalliqlarni ketma-ket aralashtirib, oxirida tayyorlagan saryog'imizni qo'shamiz va tovada yupqa qilib pishirib olamiz. Blinchik uchun tovani boshqa hech narsa uchun ishlatmasangiz va ehtiyot qilib tutsangiz, sizda ham har doim shunaqa ideal blinchik chiqadi. Apelsinli tsukat uchun bizga apelsinni po'sti kerak bo'ladi. Uni filesidan ajratib, oq joylarini olib tashlaymiz, chunki bizga taxirmaza kerak emas. Ingishga qilib to'g'rab, qaynatib, suvni to'kib tashlaymiz va bu jarayonni 4 marta qaytaramiz. Keyin apelsin postini sirupga solib, 40 daqiqa past olovda qaynatamiz. Apelsin filesini suvini siqib olamiz. Tovada shakarni eritib, karamel tayyorlaymiz. Ozgina saryog' va apelsin sharbatini solib, sous tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan tsukatdan ham albatta qo'shamiz. Sousga blinchiklarni solib, cho'miltirib olamiz va krep suzet tayyor. Uni tarelkaga suzib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Ustidan sousini quyish esdan chiqmasin. Bunaqa blinchikka hech bo'lmasa bir marta tayyorlab ko'ring va men his qilgan emotsiyalarni siz ham his qiling. To'liq retsept har doimgidek opisaniyada bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.